Yaxshimisiz? Salomatmisiz aka? Tinchmisiz? Operatsiyadan oldin ham intervyu olganmiz siz bilan. Stolga yotganim bilaman, bir ko'zimni ochib qarasam, palatada yotibman. Xudoga shukr, mana 3-kun bugun. Mana chiqib ketyapman, Xudoga shukr. Mana oradan 6 oy o'tdi aka. O'zi boshqa masalada keluvdingiz, to'g'rimi? Jiyaningiz ko'rsatgan olib keluvdingiz. Bir sariz tekshirib ko'raylik deb tekshirdik va natija ne chiqyapti? 5-3. Mana do'stlar, bugungi natijasi 5-3 chiqyapti qondagi qand miqdori. Hech qanday qandli diabet uchun dorilar, damlamalar, qanaqadir giyohlar yoki insulin qabul qilmayapti, parhez qilmayapti. Shunday. O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Zo'r, yaxshi, Xudoga shukr. Alhamdulillah, mana borlaringizga shukr. Haqiqatan sahrim 14, 17, 18 gacha ko'tarilib ketardi. Mana operatsiya bo'ldim 10-noyabrda bo'lgan bo'lsam, mana hozirgacha birorta dori ichganim yo'q. Hech narsa ichganim yo'q sahrga qarshi. Qaytaniga shirinlik ham yeyapman. Hamma narsa yeyapman. Lekin kilogram tashladim vez. 27 kilo tashladim. Yengil bo'lib qoldi, yoshadi. Yengil bo'ldim, Xudoga shukr, zo'r. Jismoniy mehnat, ishlar, oddiy hayot tarziga qayta oldingizmi? Muammo bo'lmayaptimi? Yo'q, muammo yo'q. Men o'zim ishimda ishlayapman hali ham. Xudoga shukr, zo'r. Hech ham xijolatlik bo'lmadim. Orqaga chekinish yo'q, faqat oldinga 5-3 sahr zo'r. Ya'ni haqiqatda diabetda bugungi kunda davosi borligiga ishondingiz. Shunday, hammaga ko'rganimga aytayapman lekin. Do'stlar, qandli diabetda haqiqatda davosi bor. Afsus, bu operatsiya hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Har kuni 20 dan 25 dan ortiq bemorlar ko'rikda o'tkazsak, yarimdan ko'piga to'g'ri kelmaydi. Agar to'g'ri keladigan bo'lsa, bu sizning baxtingiz va bu imkoniyatdan siz ham foydalanishingiz kerak. Agar qandli diabetdan charchagan bo'lsangiz va kasallik sizni yengayotgan bo'lsa, hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling, bu narsaga chek qo'yish kerak va minglab bemorlarga o'xshab sizlar ham diabetdan xalos bo'lishingiz mumkin. Bizning jamoamiz xirurglar jamoasi mana ko'pchiliklar xalqaro sertifikatlarni olgan. IFSO xalqaro sertifikati 1000 dan ortiq bariatrik operatsiya, aynan shu turdagi operatsiya 1000 dan ortiq o'tkazgan insonlarga xirurglarga beriladi. Aynan shunday sertifikatga ega malakali, tajribali xirurglarga o'zlaringizni ishonib topshirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Barchangizga hayit muborak bo'lsin.